bilan bugun 3-darsimiz, ya'ni g'oyalarni aniq matnga aylantirish. Endi va tartibsiz qaydlarda adashib yurishga hojat yo'q. Gemini'dan yozish bo'yicha hamkor sifatida qanday foydalanishni o'rganish vaqti keldi. U tugallanmagan fikrlar yoki uzun chalkash programmalarni silliq tartibli matnga aylantira oladi. Ushbu dars yakunida siz xom qaydlarni aniq va tartibli qoralamaga aylantira olasiz. Matnning mazmunini yo'qotmagan holda uni tez qayta shakllantira olasiz. Bir xil matnni turli auditoriyalarga moslashtira olasiz. Ish yoki shaxsiy loyihangiz uchun foydalanishga tayyor matnlarni yarata olasiz. Xo'p, boshlaymiz endi. Qaydlardan hikoyagacha ko'pchilik yozuvlar parchalardan boshlanadi. Punkt ro'yxatlari, yarimta gaplar, chalkash fikrlar Gemini ana shu parchalarni yaxlit va maqsadga yo'naltirilgan matnga aylantirishga yordam berish uchun yaratilgan. Hamma narsani boshidan o'zingiz qayta yozish o'rniga eng qo'pol qaydlaringizni Geminiga berib, undan qoralama tuzilmasini yaratishni so'rashingiz mumkin. Keyin esa uni o'zingiz shakllantirasiz yoki takomillashtirasiz. Hop, bu yerda rasm berilgan. Xuddi shu rasmdan foydalangan holda biz Geminiga kirib olamiz birinchi. Geminiga kirdik. Xuddi shu kirganimizdan so'ng bu yerda keladi write, ya'ni yozish. Bu yerda meni o'rgating. Ya'ni bu hozir yangilangan shakli. Ya'ni обновление berilgan bunga, shuning uchun yangilangan shakli. Meni o'rgating. Ya'ni mana shu 4 ta reja yoki o'zingiz mana bu yerga reja yozishingiz mumkin yoki mana bu berilgan rejalaringizdan foydalanishingiz mumkin. Endi nima uchun Gemini qaydlar bilan yaxshi ishlaydi? Xom qaydlar ichida eng muhim jihatlar bo'ladi. Asosiy nuqtalar, g'oyalar va aniq fikrlash Gemini quyidagilarni aniqlab oladi. G'oyalar o'rtasidagi bog'liqliklarni, yetishmayotgan o'tish qismlarini, yashirin tuzilmalarni, tabiiy tartibni, aniqlik kiritish imkoniyatlarini. Shu sababli tarqoq fikrlarni taqdim etishga tayyor tartibli matnga aylantirish uchun asoslanadi. Ya'ni men bu rasmda ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda chalkash rejalarni berganingizdan so'ng, Geminiga berganingizdan so'ng, Gemini sizga uni tartibga solgan holda va uni takomillashtirib chiqarib beradi. Qaydlardan qoralamaga. Tasavvur qiling, siz mahalliy gul buketlari biznesida ishlaysiz va menejeringiz 2026-yil rejalari haqida gapirayotganini quyidagi gaplarni yozib oldingiz. Ya'ni 2026-yil rejalashtirish qaydlari. Imzo uslubi yili. Prezentatsiyadan Pinterestdan nusxa ko'chirish yo'q. Ya'ni boshqa yerlardan nusxa ko'chirish yo'q. E'tibor faqat turistlar emas, mahalliy mijozlar sadoqati. To'ylar, mikro to'ylar va elopement floralsga ustuvorlik. Ya'ni shu kunlik yetkazib berishni yo'lga qo'yish va faqat 8 kilometr ichida, ya'ni yetkazib berishni ham yo'lga qo'yish, lekin 8 kilometr ichida. Ofislar uchun obuna buketlari haftalik va narx belgilari kerak. Odamlar faqat buket emas, tajriba xohlaydi. Workshoplar hatto bolalar uchun ham juda tartibsiz. Lekin bu reja juda ham tartibsiz berilgan. Endi shu rejani biz tartibga solish uchun xuddi shuni avvalamizda Geminiga beramiz. Va Geminiga prompt yozamiz. Ya'ni bu rejani tartibga solib ber. Ko'rishingiz mumkin, Gemini bu rejalarni ko'rib chiqqandan so'ng sizga tartibga soladi. Ya'ni mana ozginagina narsadan sizga Gemini juda ham katta rejani ko'rsatib berdi. Endi bir qadamdan keyingi boshqa qadam. Geminidan qoralama yaratishni so'raganingizda ishni qatlamlar bo'yicha o'ylang. Ya'ni content, xom g'oyalar, tuzilish, tartib va guruhlash, uslub, ohang, aniqlik, ritmi, format, punktlar, paragraf, qisqacha xulosa, ssenariy va hokazo. Ya'ni biz ham buni hozir olamiz.
Ya'ni olamizda Gemini'ga endi beramiz promptni, ya'ni shularni ishlat. Ko'rdingiz, biz bunga yanada chuqurlashdik. Ya'ni hozirgi 2026-yil rejasini chuqurlashtirilgan holda kontent tuzilish, uslub, format haqida qisqacha ma'lumot berishni so'radik. ya'ni mana xuddi shu reja bo'yicha sizga aniq 1 yillik rejani ko'rsatib berdi Gemini. Xo'p, kuchli so'rov, prompt mukammallikni talab qilmaydi. U Geminiga ushbu qatlamlar bo'yicha yo'l ko'rsatadi. Ya'ni boshqa botlarga o'xshab Gemini aniq promptni sizdan talab qilmaydi. Ya'ni aniq prompt bermasangiz ham, u siz xohlayotgan narsani chiqarib bera oladi. Ya'ni yoki chiqarib berishga harakat qiladi. Endi Geminiga to'g'ri signallar berish. Foydali signallar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ya'ni foydali signal qolgan chatbotlarda prompt asosiy rol o'ynasa, bularda foydali signallar asosiy rol o'ynaydi. Ya'ni auditoriyalar, menejer, mijoz, do'st, umumiy o'quvchi, format, email, qisqa hisobot, xulosa, maqola yoki post. Maqsad ma'lumot berish, ishontirish, tushuntirish, xulosa qilish. Uzunlik darajasi qisqa, o'rta yoki uzun. Ya'ni siz hozirgi mana bu 2026-yilga bergan rejangizni ular menejerlarga, mijozlarga, do'stlaringizga, umumiy o'quvchilarga ko'rsatish mumkin. Formatlar, emailga, qisqa hisobotlarga, ya'ni hisobot chiqarayotganingizda formatlarni ko'rsatib beradi. Xulosaga yoki maqola yoki postga chiqarib bera oladi. Maqsadlarimiz ma'lumotni berish, ishontirish, tushuntirish, xulosa qilish. Ya'ni siz mana bu rejani ko'rsatayotganingizda odamlarni ishontirmoqchimisiz yoki tushuntirishmisiz yoki xulosa qilish uchun beryapsizmi bu anaqani rejani? Yokida siz o'sha rejani qisqa yoki uzunligini ko'rsatishingiz ham mumkin. Ya'ni menga bu yerda reja berilgan bo'lsa, bu rejani aniq va tiniq ko'rsatishini yokida reja uzun, qisqa yoki o'rtacha bo'lishini ham aniqlashimiz mumkin. Xo'p, bundan keyin esa bizga test beriladi. Ya'ni Gemini yaxshiroq natija olish uchun tartibli va tushunarli so'rovlar ishlatish kerak. Shu sababli oxirgi ikkita variant eng yaxshi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda ko'rsatilgan 4 ta testdan aynan ikkita donasi to'g'ri. Yoki bu. Ya'ni bu yerda qaysi javob to'g'riligini bilmaymiz va shularda savollarni o'qib chiqamiz. Ya'ni bu yerda savol berilgan bo'lsa, savollarni o'qib chiqamiz va savollardan tushungan, xohlagan ikkita variantimizni to'g'risini belgilashimiz mumkin. Xo'p, endi mavjud matnni takomillashtirish. Gemini matnni turli yo'llar bilan takomillashtira oladi. Mazmunni aniqlashtirish, murakkab paragraflarni soddalashtirish, g'oyalar qisqaroq va aniq ifodalash, ohangni moslashtirish, matn oqimini yaxshilash, grammatikani tuzatish. Siz esa boshqaruvni qo'lingizda ushlaysiz. Gemini sizga imkoniyatlarni o'rganishda yordam beradi. Ya'ni biz hozir ko'ramiz, murakkab paragraflarni soddalashtirish. Buni olamiz, Geminiga beramiz. Va g'oyalarni qisqaroq va aniq ifodalash. Ya'ni ko'ryapsiz, men bu yerda promptlarni juda ham kirishmagan holda, lekin signallar berib ko'rsatyapman. Ya'ni promptni men uzun yoki chalkash bermayapman, shunchaki men bu yerda signallarni beryapman. Va shu signallardan so'ng sizga Gemini murakkab paragraflarni soddalashtirdi, g'oyalarni qisqaroq va aniq qilib berdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi mazmunli yozuv uchun chuqur tadqiqot. Gemini faqat jumlalarni silliqlash bilan cheklanmaydi. U sizning fikr yuritishingizga ham yordam beradi. Chuqur tadqiqot Geminiga g'oyalarni mustahkamlovchi naqshlar, tushunchalar, qarashlar va kontekstual bilimlarni birlashtirish imkonini beradi. Natijada qoralama o'rniga mantiqqa asoslangan misollar bilan boyitilgan aniq va tuzilishga ega matn olasiz. Ya'ni biz yana Gemini saytiga kiramiz. Geminiga kirganimizdan so'ng bizga xo'p, bu yerda tushunishingiz uchun o'zbekchaga o'tkazib olaman. Biror narsani yozing. Men masalan bermoqchiman tarix darsi uchun menga dars
reja tuzib ber. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, Gemini menga tarix darsi uchun reja tuzib bermoqda. Endi Gemini'ni quyidagilardan so'rashingiz mumkin. Turli burchaklar yoki talqinlarni o'rganish, mavzulardagi asosiy ziddiyat yoki imkoniyatlarni aniqlash, nuqtalarni tegishli tushuntirishlar bilan kengaytirish. Fikrlar, ziddiyatlar yoki yetishmayotgan kontekstni aniqlash, xabaringizni kuchliroq ifodalash uchun usullar taklif qilishingiz mumkin. Ya'ni men hozir bergan tarix darsligimda unga shularni ko'rsatishim mumkin, ya'ni signallarni berishim mumkin. Ohang va auditoriyaga moslashtirish. Ushbu o'rganish kim uchun? Ya'ni men hozir berayotgan darsim o'quvchilar uchunmi? O'quvchilar, ya'ni kimlar uchun moslashtirish? Jamoagami, jamoa a'zolarigami, mijozlar uchunmi, rahbarlar uchunmi yoki o'quvchilar uchunmi? Uslubni, ya'ni ular bizga uslubni so'rab beradi. Ya'ni uslubda biz professional o'tamizmi yoki do'stonami, to'g'ridan to'g'rimi, neytral, tahliliy yoki motivatsion. Menga masalan professional kerak va men bu yerga yozaman. Professional o'quvchilar uchun dars tayyorlab ber. Ko'rishingiz mumkin, endi bu yana yangilanmoqda va Gemini menga professional va o'quvchilar uchun darslik tayyorlab berishni boshladi. Xo'p, xuddi ko'rishingiz mumkin, siz mujmal, ya'ni tushunib bo'lmaydigan rejani Gemini orqali rejalashtirilgan holga keltirishingiz mumkin. Bir qadamdan boshlab Gemini'dan matn loyihalarini yaratishni so'raganingizda uni qatlamlar asosida o'ylang. Content mazmuni, tuzilishi, uslubi yoki shakli, asosiy g'oyalarni joylashtirish tartib va guruhlanishi, ohang, ravshanlik va bayon surati, punktlar, paragraflar, xulosalar, ssenariy va hokazo. Ya'ni men bu yerda hozir faqat testni olgan bo'lsam, bu signallar orqali men asosiy g'oyalarni ko'rsatishim mumkin. G'oyalarni joylashtirish va guruhlashni, ohangni, ravshanlik va bayon suratlarini aniqlashtirish mumkin. Punktlarni, paragraflar, xulosalar, ssenariy, ya'ni dars o'tish jarayonidan tortib dars rejalarigacha menga chiqarib beradi agar men mana shu signallarni beradigan bo'lsam. Gemini'ga to'g'ri yo'nalish berish, ya'ni to'g'ri yo'nalish berish ham bizda asosiy rolni o'ynaydi Gemini'ga prompt, ya'ni signal berayotganimizda. Auditoriyasini aniqlashtirishimiz mumkin. Menejer, mijoz, do'st, umumiy o'quvchi, format xuddi hozirgi yozganimdaqa professional o'quvchilar uchun dars tayyorlab ber. Xuddi shu narsani menga ko'rsatadi. Yana bu yerda test keladi. Qaysi promptlar Gemini'dan yaxshiroq natija olishga yordam beradi? Barcha to'g'ri javoblarni bergan. Ya'ni bu yerda ham ikkita to'g'ri test berilgan bu yerda. Ya'ni 4 ta savoldan ikkitasi bu yerda to'g'ri. Mana shu ikkita testdan birini aniqlashimiz kerak. Mavjud matnni yaxshilash. Gemini matnni turli usullardan takomillashtira oladi. Ma'noni aniqlashtirib beradi, murakkab jarayonlarni soddalashtiradi, fikrlarni yanada ixcham qiladi, ohangni moslashtiradi, matn oqimini yaxshilash yoki grammatika xatoliklarni aniqladi. Nazorat sizda qoladi, ya'ni hamma nazorat sizda qoladi. Mazmunli yozish uchun chuqur tadqiqot. Gemini faqat hozirgi ko'rsatgan narsalarimiz Xo'p, endi bugun biz juda ko'p narsalarni uddaladik. Erkin g'oyalarni aniqladik, matnga aylantirdik, dastlabki qoramlamalarni kuchaytirdik, ohang va tuzilmalarni shakllantirdik hamda haqiqiy vazifalar uchun saylangan matnni yaratdik. Eng yaxshisi, biz Gemini'ga nimani xohlashimizni tushunishga yordam beradigan promptlar yoki o'sha signallarni aniqlab berdik. Namunalarni ham yaratdik. Bu esa barqaror va ishonchli natijalarni taqdim etadi. Xo'p, endi biz keyingi bosqichda texnik vazifalarni soddalashtirishni, o'sha soddalashni o'rganamiz. Keyingi darsimizda yozish ko'nikmalarini, amaliy texnik muammolarni hal qilishga o'tamiz. Biz Gemini yordamida kodni oddiy tilda tushuntirish va foydali skriptlar yoki tuzatishlarni yaratishni ko'ramiz. Buning uchun ilg'or texnik bilimlar talab qilinmaydi.